o'zi? Biloljon. Akrapovich amakini taniysizmi, Aziz aka? Oki, nahotki mana shu mashinaga 50 mingga yaqin navrut qilingan bo'lsa. Biloljon, kapot ichiga karbon ham qilib qo'yishibdimi? Okey, prosta bu karbon emas. Eventur sistema холодной пуска yaxshiroq havo oladi motor. Angliyada ishlab chiqarilgan. Okey, rangini o'zi 3000 yevro atrofida turadi. Полностью karbondan krugovoy obvez taqilgan. Karbon keramik tormozli sistema taqilgan. 10000 yevro turadi. 4 ta yangi kovni diskalar taqilgan. Michelin ballon taqilgan. Shuni o'ziga 7000 yevro ketgan. Bonusiga komplekt diska ballon qo'shib beriladi. Voy dodda boradigan joyga keldik. Полный выхлопной sistemasi, o'sha trassasi Akrapovich originaldan taqilgan. Biloljon, buni ovozini bitta eshitib oramsan? Mana shu eshitgan выхлопной sistemangizni narxi 10000 yevro turadi. Ko'rib turganingizdek, mashina did bilan navrot qilingan. 2700 km masofa bosib o'tgan. 4 litrli twin turbo dvigatel bilan jihozlangan. Salkam 8 ta ot kuchiga ega. Eng zo'ri rasmiy dilerda garantiya turgan avtomobil. Yengisi o'zi necha pul turadi bu mashina? Okey, yangi $218,000 turadi. Bu navrotiga salkam 50 mingga yaqin xarajat qilingan ekan. Narxi necha pul buni? Narxini podpishkalarimiz plus belgisini kommentariyamizda qoldirsin, biz yozib yuboramiz.